Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda jon quloqdan tinglasaydi man gapirganda Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda jon quloqdan tinglasaydi man gapirganda Uzun ko'ylak jononima ozor bermasan jonima chaqirganda kel yonima Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda Endi nima qilaman? Obbo tinchlik bo'lsin deyish qilib. Alo. Alo, Oybek aka. Kechki ovqatga nima qilaman? Nima qilaman? Miyam ishlamayapti. Nima qilishimni bilmayapman. Voy, nimaga vahima qilasiz? Nimaga vahima qilasiz? Xavotir olmang. 6 bo'lishiga yarim soat qoldi. Ulgurmayman endi. Kech bo'lgani yo'q hali yarim soat bor ekan-ku. Shunaqa masalalarda siz menga yordam bermaysiz. Bundan kelib chiqadiki, siz meni yaxshi ko'rmaysiz. Voy, nimaga yig'laysiz? Shunga ham yig'laydim odam. Yig'lamasdan nima qilay? Kulaymi? Yig'lamang, biron nima o'ylab topamiz. O'ylab topsangiz shu paytgacha o'ylab topishimiz kerak edi. Hali ham o'ylaganimiz yo'q. Men bu narsani o'ylab voy. Nima menga achchiq qiladi? Menda nima ayb? Ishda bo'lsam, hamma ayb menda. Kelin, Labay oyijon. ovqat pishdimi? Oyijon. Ulgura olmadim-da ovqat qilishga. Hammadan so'rasam, bilmayman. O'zingiz bilasiz, nima qilsangiz qilavering deyishdi. Nima ovqat qilishni bilmadim. Ovqat qila olmadim hali. Kelin, nima deganingiz hozir dadingiz keladilar. Hamma yo'lni yana to'polon qilib tashlaydilar. Bilasiz-ku ularni kechki ovqat ishlarini. Hozir hamma yo'l to'polon bo'ladi. Lekin voy, qipsiz-ku kelin. Hormaylar. Voy, voy. Yaxshimisiz kelin? Qarang. Olasizlar, ovqat pishdimi? Va alaykum assalom. Ovqatni Tez sizinglar bo'lmasa bir yeylik, bugun kechqurun futbol ham bor, futbol ko'ramiz. Laganchalarni oling bu yoqqa. Dadasi ovqat hidi qalay kelyapti? Men bilmayman, Covid'dagi hid sezmaydigan bo'lib qolganmancha kelmayapti menga. Hozir bir ranglarini ko'rsangiz maza qilib yuborasiz ovqat. O'g'ling qani? Shu yerda chaqiring. Va alaykum assalom. Bo'g'li bor. Bugun nima ovqat aytgancha? Shovla. O, shovla. Onasi qozoningni to'xtamasdan kovla. Tilla rang shovla. Voy. Televizor yoqib qo'ying, bir yangilik axborot ko'rib turaylik. Nimcha taqillatding onasi? Shovla zo'r bo'lganda, shovla. Qoshiqlarni uzating. Qani. Bir shovla yeylikchi mazza qilib. Mana, Oybekjon, sizga 3 ta kapkirmi yo 4 ta kapkirmi, o'g'lim? 3 ta yetadi ona. Bo'ladi. Ya 4 ta solib qo'yavering. Mana Joy bor ekan, to'rtinchisi. tariqasida. Bering, xo'jayingizga bering. Bu o'zimga. Bu yoqqa qo'yib yuboring dadingiz yoniga. Qoshiqlarni uzating. Maza qilib yeysizlar, a? Olinglar qani, tortinmasdan. Qoshiqlarni bering, kelin qo'shing. Bering, bu shavla qo'lda yeydigan shavla bo'lmabdi-da, qoshiqda yeydigan shavla bo'libdi-da. Rahmat. Bugun bir qilib sovutib yersang shavlani zo'r ketadi-da. maza qilar ekanmiz-da. Qani, o'tiring kelin poshsha. So'lli bo'pti deydi. Qani olinglar. Qalay. Kelinni qo'li dard yurmas, juda shirin shavla bo'pti. Bu deyman, qudam uyida bir haftada 3-4 marta shunaqa shavla yeb turarmi deylar. Nima yeyolmayapsiz o'g'il bola, oling. Ana murch yo'qligiga. Murchni nima qilasan? Ana o'zi sepilgan turibdi, chap tarafiga murch sepilgan, o'ng tarafiga garimdori solingan. Mana qizil ikra, qora ikra, hamma narsa qo'yilgan dasturxonda. Oq choy, ko'k choy, piyozlar bor mana. Hamma narsa kelinni bezovta qilmasdan olib yeyversin bir chekkasidan. Hamma narsa bor dasturxonda, olinglar. Voy ajoyibsiz adasi. Kelin poshsha, bu ovqatdan keyin choy bilan yeyishga bir desertiga shirinlik ham qilmabsiz-da. Oyjon, qilganmi Oyjon?
a qilganman hozir. Mana, olinglar desert. o'g'lim uzr dada ona ruxsorada bir minut ishim bor edi. ey mag'lubsan. yo'q siz o'ylagan narsa emas dada. Yuring ruxsora shunday kiramiz qaytib chiqamiz. Keling voy kelavering. Kelavering ruxsora. Keling voy nanib keting keling. Boring. voy qo'llar dard ko'rmasin. Tushunmadim. Nima qilganing bu, ha? Dadam bilan onam bo'ladi. Sen kalleni ishlat. Men bilmadim. Nimani bilmaysan? Ular hazil qilganiga shunaqa qilish kerak deb o'ylayapman. Voy. Kallani ishlatish keraksan. Men u kallani ishlatish kerak. Qovomiyani ko'tarib yuravermasdan. Faqat video uchun emas bu. Sen ishlatib ham turish kerak ora-churada. Yana bir marta shunaqa qiladigan bo'lsang, narsalaringni yig'ishtirib beraman. Taksi chaqirib beraman, o'zing ketasan. Tushundingmi? Qaytib bunaqa ish qaytarilmasin. Ota-onamga hurmatsizlik qilasan o'zingcha. ovqat qilsa bo'lmaydimi qonni bilan boshini Ey, o'chir ovozingni. Bir pasda ushtirding shularni ham. Ey, bir jim o'tira olmaysan ha. Ey. mani gapim o'tmasa erini gapi o'tar Ey, nima bir marta ovqat qilmasa ochingdan o'ylayapsanmi? Yosh kelin, ulgurmayotgandir, moslasha olmayotgandir. Sen yordam bersang nima qiladi? Uni kamchiligini kovlagandan ko'ra. ulgurmay nima ish qilyapti dadasi telefondan boshini ko'tardi Ey, o'tirsa o'zini telefonida o'tirib, seni telefoningda o'tiribdimi? Sen ham gaplashasan-ku to'xtamasdan lobar bilan. meni yoshim nechida meni yoshim nechida Ey, sen menga tekkan kuning ertasi kundan boshlagansan lobar bilan. Turamingdan ko'zimga ko'rma, bor sen ham ket. dadasi qo'shilda ishlab Ket dedim. voy xudoyim men buncha baqirib Bir kun ovqat bo'lmasa ochlaringdan o'lasanlar. Men ochimdan o'lmayman. Ikkita tuxum qaynatib yesam ham qornim to'yadi meni. qo'ying dadasi qo'ying Yaxshi ham ikkita tuxumim bor. Hali dinlaydi. Kim birinchi ketish o'ylayapsizlar? dadasi nonushtangizni kim qilib beradi Amalliymi? tushliknichi Amalliymi? manga qarang kechki ovqatga baquvvatroq ovqatlar yaxshi ko'rasiz uni nima qilasiz Amalliymi? dadasi paypag'ingizni kim topib beradi a paypag'ingiz Maqsida yuraman. unda man rost ketaman Siz ham ketyapsiz. Ketaman. Hali kechqurun bitta o'zingiz yolg'iz yotib ko'ring-chi. Qo'rqmaysizmi? Ha, bo'pti. Siz qaytavering. Qayting. Ha. Ketaman. Oyjonim bilan ketaman. Endi nima qilamiz? Qanday o'limga boraman? O'limga adamga nima deyman? Ovqat qilmaganim uchun meni haydab chiqardilar deyman. Oyijonim ham adajon haydab yubordilarmi deyman. Balki meni kuzatgani chiqqanmikanlar. Yoki kechirmoqchi bo'lib chiqdilarmi? Kechirim so'rayman. Kechiring oyijon desam tilim uzilib tushmaydi-ku. Yosh bo'lib kechirim so'raganim ma'qul. Oyijon, meni kechiring. mayli jonim man kechirdim hali o'g'limni tez qorni ochadi siz bo'lmasangiz och qoladi
siz kiring ichkariga. Men ham hali dadangiz bilasiz-ku, paypoq qidirib yalang oyoq qoladi. Kiring qizim, qaytamiz. Rahmat oyijon. Kiring. Savr. Ha, o'zi o'lib turgan ekan-ku. Dadasi! Dadasi! Voy, buncha zil bo'lmasa-ey. Dadasi! Chaqirilayotgan abonent apparati o'chirilgan yoki xizmat ko'rsatish doirasidan tashqari. Kimga qilyapsan yarim kechasi? Yoki Lobargami? Kimga qilaman yarim kechasi lobardan boshqa? Uxlayotgandir lobaram. Jononasi, yotaylik, uxlaylik. Yarim kechasi bo'ldi, men ertalab turib ishga ketishim kerak. Doimey, siz uxlaganingizdan keyin men nima qilaman? O'rtoqlarim bilan gaplashaman. Uxlayver ekanda. Bu lobaram uxlasa kerak, u ham odamdir, kechasi yarim kechasi sen bilan telefonda gaplashib yotmasa kerak. Xuddi o'zimdagi dadasi, uni ham kechasi uyqusi kelmaydi. Xudoyim, xudoyim. Dadasi. Qarang. Hayot bir ajoyib narsa ekan-a. Bundan necha yillar oldin bir-birimizni tanimasdik ekan-a. Hozir bitta oilada mana shu 20 yil, 25 yildan beri birga hayot qilib kelyapmiz-a. Ajoyib narsalar-ya. 20 yil, 25 yil bitta oilada begona bo'lib yashagandan yaxshi-ku. Nima begona bo'lib yashaganlar? Kim begona bo'ldi hozir? Senga hozir yarim kechasi shu savollarga javob kerakmi? Uxlasang-chi. Bir lobarni qon qilasan, bir meni qon qilasan, bir kelinni qon qilasan, bir o'g'lingni qon qilasan. Lobar nimaga olmadiki, na dadasi? Hozir yana bir marta telefon qilsang, borib lobar bilan birga yotasan. Voy, endi hech qachon yarim kechasida xizmat doira bo'lmaganda endi u ya. Demak, xizmat doirami lobar zarilish bilan band. Kim qilyapti yarim kechasi? Uxlamaydimi bular? Dadasi? Men hech tushingizda ko'rasizmi meni? Ayasi. Men seni uyimga kirgizganim yetar, tushimga kirgizmayman. Voy, dadasi, bir gapim bor-da sizga. Nima gap? Biz ertaga dam olish kuni keliningiz bilan bozorga bormoqchi edik. O'shanga ozgina pul bering, dadasi. Dadasi? Voy, dadasi. Ayni kerak joyda uyqum tortib oladi. Voy, bularni xurraylariga chidab bo'lmaydi. Voy jonim, voy. Yoshliklarida mushudekkina bo'lib uxlardilar. Yoshlari katta bo'lib, xurray otadilar. Sher nara tortayotgandayda. Shu xurrakka uxlab bo'ladimi? Odam yoshi katta bo'lgandan keyin xurraydan boshqa hech gap bo'lmasa ekan lekin. Voy, na uxlab bo'ladi, na yonida yotib bo'ladi. Voy, oshxonaga chiqaman. Voy, bu odamning yonida na uxlab bo'ladi, na yotib bo'ladi, na gaplashib bo'ladi. Xudoyim. Voy jonim. Xudoya, bor lobar bilan gaplash. Dadasi? Gapirdingizmi? Dadasi. Uxlayapsizmi? Ana uxlayapsizmi? Hali shoshmay turing. Ertalab bo'ladi. Hozir uxlayapsiz-a? Ko'rasiz. Oybek aka.
Asalim, Hayot qizig'i. nimasini aytasiz? 3-4 oy oldin ota-onamni uyida edim. Ota-onamni bag'rida. Bugun esa meni bag'rimdasiz. Hozir esa begona uyda, begona odam bilan. Voy, qanaqa begona, ha? Ey, eringizmi? Yo'q, buni aytmayapman. Hozir erimsiz. Ilgari begona edingiz-ku, shuni aytyapman. Hozir yaqiningizmi? Oybek aka, siz meni hech chizda ko'rganmisiz? Shunda ko'rdim nima qildim. Yonimda siz. Oybek aka, chizda ko'rganmisiz? Uxlashdan oldin duolar o'qib, yaxshi niyat qilib yotaman. Yomon tushlar ko'rmaydim. Shuning uchun yomon tush ko'rmayman. Hali shunaqami? Hmm. Xafa bo'ldim. Qo'y, nimaga xafa bo'lasiz? Bo'pti, bugun ko'rib qo'yaman. Tushda bugun ko'rib qo'yaman. Xafa bo'lmang. Bo'ldi, gapirmaymanga. Bo'ldi, xafa bo'ldim sizdan. Voy. Shunga ham xafa bo'ladigan narsa emas-ku. Xafa bo'lmang. Bo'ldi, gapirmayman. Boring, boshqa xonaga chiqing. Boshqa xonaga chiqing. Chiqib ketaveraymi? Chiqib ketavering. O'z qo'rqmaysizmi? Yo'q, qo'rqmayman. Rostdan. Yo'q, qo'rqmayman, chiqib ketavering. Qarang, lekin ketyapti. Xo'p. Rostdan ketaveraman. Shunda emas, so'ngimda rostdan ketaveraymi? Ketavering. Ketyapman, oma. Voy, Ketdim. voy. Bo'pti. Rostdan ketvordilar. Ket desa ketaveradi. O'zi yotaverar ekan. Ha, o'zi yotavering bo'lmasa. O'zicha. O'zim yotaman. Olib talan. Oyog'im. Onajonim. Oybek, Tinchlikmi, ona? nimaga uxlamay yuribsan yarim kechada? Endi ko'zim ilingan ekan. Yana dadamdan urushib qoldinglarmi? Voy, dadang bilan nimaga urushaman? O'zim shundoq chiqib yotuvdim. Endi anchadan beri kuzatyapman. Bir oshxonada yotasiz, bir zalda yotasiz. To'g'risini ayting, ona. Ajrashmoqchimisizlar? Nega ajrashaman o'g'lim? Tapasini shamol uchirsin. Jinnimisan? Tavba. Ha, nima endi dadam yotoqda, siz oshxonada yotasiz. Endi bo'p turadi-da o'g'lim, shunaqa narsalar. Katta bo'lganingdan keyin shu ahvol. To'ydan oldin menga ham aytishdi. Oilada 20-30 yilda bir krizis bo'lib turadi, deb. To'ppa-to'g'ri aytishgan ekan. Shunaqa krizisdamisizlar deyman. Endi o'g'lim, bizda dadang bilan yil 12 oy krizis. Shunaqa. Shuni orasida ajrashadigan odam bo'lganimda 10 marta ajrashib, 15 marta yarashgan bo'lardim. Lekin shundoq dada bilan ajrashib bo'ladimi, bolam? Hay onajonim. Shunchalik dadamni yaxshi ko'rar ekansiz. Ha, nimaga siz oshxonada, dadam yotoqxonada yotibdi? Endi shunchalik shuni sababini bilging kelyaptimi? Mana shu krizis yillarida moliyaviy ahvolni ko'tarish uchun nima qilish kerak, ona? Qani bo'lmasam yurchi. Men senga bir narsa ko'rsataman. Yur. Nima? Senga bir narsa ko'rsataman. Yur. Tinchlikmish qil. Ha, tinchlik, yur. Faqat sekin yur, uyg'onib ketishadi. Ha, bo'pti. Voy. Endi uxlagan ekanman, Oybekga qo'ymaysan-a. Voy, sekin yur. Dadang uyg'onib ketadi. Ha, xo'p. Sekin. Endi uxlagan ekanman, o'g'lim. Uyg'otding-da bolam. Voy. Siz bitta yotgan. Oho. Onam poyezd o'tyaptimi debdi. Shuncha yildan beri temir yo'l vokzalida yashayotgan ekansiz-da. O'g'lim, sen ham ana shu vokzalda tug'ilgansan. Men qara, o'zing nimaga uxlamayapsan? Ona, yuring-da. Yuring. Senda ham bir gap bor. Ha, yurasiz. Yurchi. Man qarang, ona. Ko'rdingizmi? Kombayn ishlayapti.
o'g'lim. Ha bu G'azalda tug'ilib, Shiypatda yashayotgan ekansan-da. Menga qara. Xotining onasiga emas, dadasiga tortgan ekan. Bu yoqqa kelib qaynotasiga tortib ketibdi. Yur, ikkalamiz gaplashib o'tiramiz bir bahonada. Sen mana katta yigit bo'ling, anchadan beri bunday gaplashmaymiz. Bu narsalardan hasratlashib. Bugun biz Kotelniyda qolamiz. Mana jonim ha. Bugun Kel. choy o'zingizni qo'lingizdan ha, nova choylar. Ishing yo'q, uyg'onishadi. Hammasi choyda o'yna. Kel. Dadamni deyiz-ku. Men sizni qidirmagan joyim qolmadi. Juda hech kim yo'q. Oybek aka, to'xtang. Shkafdan 400 dollarlik ko'ylagimni olib berib yuboring. Kiyib ko'rsatay sizga bir. Voy, 400 dollarlik ko'ylak ichida. Bitta qanaqa unaqa ko'ylaklar yo'q-ku. Ha, yo'qmikan? Yo'q. Tortmada brendim bor-ku, komplekt. O'shani ham olib bering. Voy o'zimni tillayim. Bo'ldi. Qaysi birida? Bitta ishtimayapti-ku. Unaqa narsa ham yo'q-ku. Odamni jinni qilyapsiz. Yo'qmikan? Ayni odamni. Narigi xonada italyanskiy tuflim bor-ku, o'shani olib berib yuboring. Shu bilan talablaringiz tugadimi? Keyin o'zimiz bilan o'zimizga ham o'tamizmi? Olib berib yuboring. Odamni jinni qilyapsizmi? Odamni jinni qilyapsiz. Qat'iy jinni qilyapsizmi odamni? Ko'rdingizmi Oybek aka? Kiyay desam oyog'imga tuflim yo'q. Taqay desam taqinchoqlarim yo'q. Ko'ylagim ham yo'q. Ha, gap bu yoqda edi. Qachon olib Men berasiz? hozir shkafimni sizga ko'rsataman. Mani shkafimni ko'ring. Shkafimni qarang. Bir dona kastim shim bor xolos, shu oq ko'ylak bor xolos. Xo'p, ovoling, nima men olib beraymi sizga? Endi buni kiyganimda to'yimizni eslab turaman-da. Meni yaxshi ko'rib qolgan kuningizmi? Yo'q, qilgan eng katta xatoimni eslab turaman shunga. Shunaqami hali? Xafa bo'ldim sizdan. Voy, xafa bo'lmang. Bo'ldi, gapirmang. Ruxsora. Ey. Shu gapni gapirib qo'ng tushirdim-da. Zora? Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda jon quloqdan tinglasaydi man gapirganda Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda jon quloqdan tinglasaydi man gapirganda uzun ko'ylak jononima ozor bermasan jonima chaqirganda kel yonima Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda